Yunusobod 13-kvartalda joylashgan 2 xona 7-qavat yangi remontli kvartirani video obzorini qilgan ekanmiz. Novostroykamiz ikat, hovlilarda detskiy plashadkalari bor, tegida parkovочный joylari bor. Domimizning o'zini ko'rinishi, joylashgan joyi taxminan Megaplanetga 10 minut pishkom kvartal orasi bilan chiqsa bo'ladi. Ikkita tomonida bog'cha, maktab, hamma kerakli narsalar bor. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 51 kvadrat metr umumiy maydonga ega, osma balkonlarimiz bor, sanuzellarimiz ko'rib turganinglarda совмещенный. Xonalarimiz alohida. O'ng qo'limizda birinchi eshik orqasida zal, kattagina zalimiz. Xo'sh, pardalari, gilamlari yozilgan, yuqorida etib o'tilgan balkonimiz, kichkinagina balkonchi, umumiy maydonga qo'shilmagan. Undan keyingi xonamiz orqasida spalnya. Spalnyamiz ham kattagina, ko'rishingiz mumkin. Va kuxnyamizning ko'rinishi, kuxnyamizda to'liq texnika, mebel o'rnatilgan. O'zini dvoxkonturli kotyollar ham shu yerda joylashgan, kattagina shkaflar qilib qo'yishdi. Xo'sh, xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyada o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringiz uchun bo'lsa rahmat.